bir kunmas bir kun siz ham prezidentgacha uchrashgan tadbirkorlar qatorida Murod Nazarov ham mana qo'shildi va 100 ga yaqin chempion tadbirkorlar bo'ldi. Inshaalloh Buxorodan ham juda ko'p chiqadi deb niyat qilganmiz biz, xudo xolasa. O'sha paytda prezidentimizni oldiga bo'lgan paytingizda bir tavsiya beringlar, tadbirkorlar uchun yengilliklar qilamiz, nimalar qilsak bo'ladi deb tavsiyalar berganda nima tavsiya berardingiz? To'g'risini aytaman, avtonom uylarni qurib bitkazgandan keyin o'sha muhtaram yurtboshimizni o'sha joyga kelishlarini kutyapman, chunki Bizning podkastimiz Vohona xudo xolasa bo'ladi inshaalloh. kompaniyamni planida O'zbekistonda 200 ta 1 gektardan 100 gektargacha bo'lgan avtonom shaharchalar qurish bor. Bu davlatsiz bo'lmaydi. Shunday. O'sha Yordam bilan. yordamni so'rayman. Hurmatli kuzatuvchilarimizga ham bu kishiga ham katta rahmat aytamiz. Albatta biznes renessans loyihasi bilan muhtaram prezidentimizgacha, mutasaddi rahbariyatlargacha boramiz. Bizga ham bu narsa muhim, to'g'risi. O'sha elektroenergiyaga, gazga faqat tayanib qolganmiz. O'sha o'chsa biz uchun qanaqadir hayot prosessi yo'q va bu loyiha biz uchun ham qiziq, to'g'risi Feruz aka. Albatta. Xudo xolasa o'sha paytda ham agar yoningizda bo'lsa agar qo'llab-quvvatlab, podдержка qilib biz ham beradigan savollarimizni berib olardik.